Marabun va nihoyat 6 kunlik damdan so'ng ko'chaga chiqqan bir qizning yarim kunlik vlogiga xush kelibsizlar. Kelib bugun yarim kunim qanday o'tganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib uydan chiqib, o'rtog'im bilan va nihoyat ko'rishdik. Maza qilib basakinda o'tirib, ramyola ichib, to'g'risini aytsam men kech qoldim. O'rtog'imga shu ovqat zakaz qilib, yeb tugatib bo'lgan ekan. Xullas shunaqa qilib o'rtog'im bilan ko'rishdik. Undan kankulga chiqqan bo'lishimizga qaramasdan Jonnajon universitetiga yana qaytib keldik. Yig'ilishimiz bor edi, yig'ilishni o'tkazib, albatta qizlar nima qiladi? To'g'ri uyga ketmaydi-da, bozorga yo'lim tushib qolgandi. Bozordan quruqchi ketmayman har doimgidek. Bir nima olaman. Qaranglar, shunaqa floyka deymizmi, jingala qiladigan deymizmi? Korоче, nomini bilmadim. Ular shunaqa narsa oldim. Keyingi videoda bu narsani sinab ko'rmoqchiman. Так что подписка bosib qo'yinglar. Qaranglar, keyin cho'lkam o'sib ketganini sezib qoldim. Srazu keyin uyga borishimdan oldin cho'lkamni qirqtirib oldim. Dadan cho'lkamni qirqtirib va nihoyat uyga. Menga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz 16-iyungacha umidda bo'lishimiz kerak. Chunki men tug'ilgan kunim bajarishga qilasiz degan umiddaman.